Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tomoshabinlar. 11-darsimizni boshlaymiz. Demak, 11-darsimizda boshlang'ich funksiya haqida gapirib o'tib ketamiz va quyidagi rejalar bo'yicha to'xtalib o'tib ketamiz. Demak, birinchi rejamiz boshlang'ich funksiya ta'rifi va ikkinchisi esa elementar funksiyalarni aniqmas integrallar jadvali haqida gapirib o'tib ketamiz. Demak, boshlang'ich funksiya nima? Aynan boshlang'ich funksiyani qisqachasiga aytadigan bo'lsak va boshqa nomlari ham mavjud. Bu antidifferensiyallash qismi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni faraz qilaylik, biz differensiyallashga teskari bo'lgan amalni bajarishga o'tamiz. Ya'ni hosilasi berilgan funksiyaga teng bo'lgan funksiyani izlab boramiz. Aynan mana shu amalga demak biz antidifferensiyallash amali deb aytamiz. Ya'ni qisqachasi qilib aytadigan bo'lsak, boshlang'ich funksiyani topish masalasi deb aytamiz. Demak, antidifferensiyallash amali bu differensiyallash jarayoniga teskari jarayon bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bizga fx funksiya berilgan bo'lsa, boshqa katta fx funksiyani shunday aniqlaymizki, ya'ni katta fx funksiyaning hosilasi kichkina fx ga teng bo'lsin. Ya'ni fx da hosilasi x barobar fx degan tenglikni hosil qilsin. Misol sifatida keltiradigan bo'lsak, fximiz kichkina fximiz 2x ga teng bo'lsa, u holda uning boshlang'ich funksiyasini olishimiz mumkin. F katta fx barobar x kvadrat deb olishimiz mumkin bo'ladi. Chunki demak uning hosilasi 2x. Aynan mana shu yerda bitta kichkina muammo yuzaga keladi. Ya'ni boshqa bir funksiyalar ham hosilalari 2x ga teng bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol sifatida aytadigan bo'lsak, y barobar x kvadrat plus 5 degan yoki bo'lmasa y barobar x kvadrat minus 1 yoki y barobar x kvadrat plus 560 degan mana bunday ko'rinishda funksiyalarni ham hosilasi 2x ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu sababli x kvadratning hosilasi 2x o'zgarmas sonlarni hosilasi esa 0 ga tengligidan shartidan, shuning uchun ham demak fx da barobar 2x funksiyaning boshlang'ich funksiyasi sifatida qarashimiz mumkin. Umumiy ko'rinishda katta fx barobar x kvadrat plus c ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda esa aynan c son konstantlar soni bo'lib hisoblanadi. Aynan mana shunday qilgan holatimizda ancha mana bunday muammolarni ma'lum darajada bartaraf etgan bo'lib hisoblanamiz. Teorema demak f katta fx plus c ni hosilasi kichkina fx ga tenglik o'rinli bo'lsa, katta fx plus c funksiyalar to'plami kichkina fx ning boshlang'ich funksiyasi bo'ladi. Bu yerda c esa o'zgarmas songa teng va aynan mana shu jarayonda biz integrallash o'zgarmasi deb ataymiz. Aynan c ga integrallash o'zgarmasi deb ataymiz. Va teoremani boshqa holatlarda ham qo'llash mumkin. Agar katta fx va katta gx lar funksiyalar hosilalari bir xil bo'lsa, u holda ularni o'zgarmas songa farq qilishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va fx barobar gx plus c ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. To'g'riroq bo'ladi. Agar fx funksiya katta fx funksiya kichkina fx ning boshlang'ich funksiyasi bo'lsa, u holda integral belgisi kichkina fx dx barobar katta fx plus c ko'rinishda ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Bu tenglikni x o'zgaruvchiga nisbatan kichkina fx ning aniqmas integrali deb aytiladi va tenglikdan keyingi katta fx plus c ga teng deb o'qiladi. Va mana bunday belgini olishimiz mumkin. Bu integral belgisi sifatida qaraladi. Va kichkina fx integral ostidagi funksiya va dx esa demak integrallash
x o'zgaruvchi bo'yicha bajarilishini bildiradi. Aynan shuning uchun demak chap tomondagi ifodani aniqmas integral deb atashimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shunday ko'rinishdagi ifodani biz aniqmas integral deb ataymiz. Va misollar keltirib o'tib ketamiz. Demak, quyidagi aniqmas integrallarni hisoblang va to'g'ri hisoblanganligi hosila yordamida tekshirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Demak, integral 5 dx degan aniqmas integralni mana bu yerga yozib olamiz va uni olishimiz mumkin, integralda olishimiz mumkin. Bu 5x plus c degan qismiga teng bo'ladi. Ya'ni hosilasini oladigan bo'lsak, bu 5 ga tenglik kelib chiqadi. Va hokazo, demak, qolganlarini ham xuddi shunday shaklda tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan hosilaga teskari amal sifatida, boshlang'ich funksiya sifatida ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Aniqmas integralda ma'nosini xuddi shunday shaklda olishimiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchi teorem aniqmas integralini ba'zi qoidalariga to'xtalib o'tib ketamiz. Demak, birinchi qoidasi o'zgarmas sonning integrali ni olishga qaratamiz. Demak, o'zgarmas son integral belgisidan tashqariga chiqib ketib va undan keyingi songa o'zgaruvchiga nisbatan demak olishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchi qoidasi demak darajali funksiyaning integrali mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni n'imiz -1 ga teng emas, -1 bo'lgan holatda bu logaritmga kelishini ko'ramiz. Mana keyingi qoidaga to'g'ri keladi. Demak, n'imiz -1 ga teng emas. Integral x darajasi n dx barobar integral olishimizga darajasiga x darajasiga n plus 1 va mahrajga esa demak kasr mahrajga n plus 1 yozib plus c deb yozib uni integralni olishimiz mumkin bo'ladi. Va natural logaritm qoidasi bu 3-qoida 1 taqsim x dx barobar ln x plus c. X'imiz 0 dan katta holatda bu aynan mana shu narsaga yechimga ega bo'lib boradi. Va 4-qoidasi eksponental funksiya, ya'ni y darajasi x degan ko'rinishdagi funksiyalar qoidasi bo'lib hisoblanadi. Bu yerda integral y darajasi ax dx bu ham teng bo'ladi 1 taqsim a ko'paytirilgan y darajasi ax plus c ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi. A'miz esa 0 ga teng bo'lmaslik shartidan kelib chiqadi. Va ikkinchi misolni keltiramiz. Fx barobar x darajasi 6 funksiyani boshlang'ich funksiyasini topamiz. So'ngra demak buni hisoblashni ko'rib o'tib ketamiz. Yechimni topish uchun biz birinchi navbatda mana bu teoremada keltirilgan ikkinchi qoidaga binoan uni hisoblab qo'yamiz. Demak, x darajasi 6 degani buni boshlang'ich funksiyasi, ya'ni integral aniqmas integralda x darajasi 7 taqsim 7 plus c ko'rinishda bo'ladi. Aynan shuni endi hosila yordamida tekshirib o'tib ketishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 1 taqsim 7 oldinga chiqadi va x bo'yicha hosil oladigan bo'lsa, x darajasi 7 oldinga tushib 1 ayriladigan bo'lsa, demak x darajasi 6 va 7 bilan qisqarib ketib, demak x darajasi 6 hosil bo'ladi. Bu bajargan qismimiz to'g'ri ekanligini ko'rsatib beradi. Va darajali funksiyani integralini topishning 2 qadamdan iboratligini ko'rishimiz mumkin. Bu birinchi qadamda daraja ko'rsatkichiga 1 qo'shiladi. Ikkinchi qadamda esa demak hosilasi bo'lgan daraja ko'rsatkichlaridagi songa bo'linadi. Aynan hosila nechinchi tartibli bo'lsa, aynan o'sha songa bo'linib boriladi. Bu yerda mana bunday rasm sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana x darajasi n deb bo'ladigan bo'lsa, n ga 1 ni qo'shyapmiz. Mana n plus 1 va 1 taqsim n plus 1 bo'lib hisoblanyapti. Aynan mana shuni ko'rinishda ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Demak, darajali funksiya x darajasi n ning integralini hisoblashimizda daraja ko'rsatkichi 1 ni qo'shib hosil bo'lgan darajalarni biz hisoblab ketishimiz mumkin bo'ladi. N'imiz -1 ga teng bo'lganda esa demak integral bu qonuniyatga bo'ysunmaydi. U esa demak aynan 3-qonuniyatga bo'ysunadi.
Ya'ni integral 1 taqsim x dx bu ln x plus c ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan bu yerda 3-qoidaga binoan teoremadagi 3-qoidaga binoan aynan shu narsa kelib chiqadi. Va 3-misolga qaraydigan bo'lsak, demak quyidagi aniqmas integrallarni hisoblang deyapti. Aynan bu yerda darajalar va qaratadigan bo'lsak 1 taqsim x darajasi 7 ham mavjud. Aynan u yoki bo'lmasa mana integral ildizosti x dx ni ham hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Aynan uni ham darajaning xossalaridan foydalangan holatda demak hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Eng oddiylardan boshlab boradigan bo'lsak, demak 1 taqsim x darajasi 7, demak -7 plus 1, -7 plus 1 va plus c ko'rinishda ifodaladik va bu esa -1 taqsim 6, x darajasi -6 plus c, bu ham 1 taqsim -6 ko'paytirilgan x darajasi 6 plus c ekanligini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana bunday ildizosti x bo'ladigan bo'lsa, aynan uni 1 taqsim 2 birga qo'shib va pastda esa 1 taqsim 2 ni birga qo'shadigan bo'lsak, bu 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu 3 pastda qolib, 2 esa yuqoriga ko'paytirma sifatida olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shunday ko'rinishda olishimiz mumkin bo'ladi. Va 4-misol ham aynan bizga yana bitta 4-qoida bor edi. Aynan teoremada keltirilgan y darajasiga nisbatan qoidasi bor edi. Aynan u qoidaga binoan biz mana bularni topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana y darajasi x bo'lsa, y darajasi x da hosilasi ham y darajasi x ga tengligidan mana bu narsani hosil qilishimiz mumkin. Va ularni tekshirib ko'rishimiz ham mumkin bo'ladi. Va 3-teoremaga o'tamiz. Aniqmas integralning xossalarini o'tib ketamiz. Demak, birinchi xossasi o'zgarmas ko'paytuvchini integral belgisidan tashqariga chiqarish mumkin. Ya'ni integral k ko'paytirilgan fx dx ni mana bunday ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. K ko'paytirilgan integral ostida fx dx ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu birinchi xossasi bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi xossasi esa funksiyalar algebraik yig'indisi shu funksiyalar integrallarning algebraik yig'indisiga tengligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni integral qavs ichida fx plus minus phi x dx ko'rinishda bo'lsa, uni integrallar yig'indisi va ayirmasi ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu esa aynan ikkinchi xossani ko'rsatib beradi. Bizga misol sifatida keltirishimiz mumkin. Demak, quyidagi aniqmas integrallarni hisoblang. Demak, bizda yuqoridagi 3-teoremaga binoan mana bunday ko'rinishda. Demak, bu yerda ayirma, ikkita ayirma bo'lyapti. Aynan ularni mana bunday ko'rinishda alohida integrallar sifatida yozib olishimiz mumkin bo'ladi va uni to'g'ridan to'g'ri integral amallarini bajarish holatda yechimini topib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. B qismini ham xuddi shunday shaklda topib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, integrallashdagi C o'zgarmas son ba'zi amaliy masalalarda ahamiyatli hisoblanadi. Shuning uchun bunday masalalarda demak funksiyani aniqmas integrali C ga nisbatan yechib nuqtani aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu nuqta boshlang'ich shart deb aytiladi. Aynan C o'zgarmaslarni topish masalasiga kelinadi. 6-misol sifatida qaraydigan bo'lsak, demak f' x plus 3 funksiyaning f1 teng -2 nuqtadagi boshlang'ich funksiyasini toping degan. Demak, aniqmas integralni hisoblaydigan bo'lsak, demak 2x plus 3 dx bo'ladigan bo'lsa, buni bu aniqmas integrali x kvadrat plus 3x plus c ga teng bo'ladi. Aynan bu yerdagi boshlang'ich funksiyasiga to'g'ridan to'g'ri 1 ni qo'yadigan bo'lsa, x joyiga 1 ni qo'yib c ni topib olishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday ko'rinishda c miz -6 ga tenglik kelib chiqadi. Bundan esa demak to'g'ridan to'g'ri topishimiz mumkin. Demak fx barobar x kvadrat plus 3x -6
dan iborat ekanligini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shu C'lar esa demak har bitta C qismlari ma'lum bir o'zgarmaslar bo'lib hisoblanadi, o'zgarmas son. U esa mana bunday aynan uni grafikiga qaraydigan bo'lsak, mana bunday qilib har bitta songa farq qilib borishini ko'rsatib beradi. Aynan biz -2 ga teng bo'lgan qiymatini topishimiz kerak edi. Aynan mana shu boshqacha rangdagi bo'lganini, ya'ni siyoh rangda bo'lgan qismini topishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday shaklda, demak biz to'g'ridan to'g'ri aynan topib olishimiz mumkin bo'ladi nuqtani. Ya'ni boshlang'ich shartdan foydalangan holatda C ni qiymatini topib olishimiz mumkin bo'ladi. Va 7-misol, ya'ni fizika misolida qaraydigan bo'lsak, demak tepaga otilgan obyektning tushish balandligi 10 fut balandlikda turibdi. Demak tosh 50 fut sekund tezlik bilan tepaga uloqtirildi. Toshning tezligi esa demak aynan fizikadagi formulaga binoan VT barobar -30t + 50 funksiya bilan modellashtiriladi. Bunda esa demak t sekund bo'lib hisoblanadi. T 0 da boshlang'ich otilgan momenti bo'lib hisoblanadi. Aynan h masofaga borishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak 10 fut balandlikka oladigan bo'lsak, e'tibor qaratadigan bo'lsak, u qancha masofani bosib o'tganligi va qancha sekundda bosib o'tilganligi muhim bo'lib hisoblanadi. 3 sekunddan keyin esa demak toshning tezligi va balandligini hisoblashimizga to'g'ri keladi. Aynan bu narsani yechimini topish uchun esa demak A qismida biz mana bunday ko'rinishdagi integraldan foydalanamiz. Ya'ni integralda hisoblaydigan bo'lsak, bu -15 t kvadrat + 50 t + c ga tengligi kelib chiqadi. Bundan esa demak C sonini topadigan bo'lsak, bizga aytilganida boshlang'ich tezlik 0 va boshlang'ich balandlik 10 fut bo'lganda inobatga olinsin degan tushuncha bordi. Aynan mana shuni joyiga qo'yishimiz bilan C'miz unga tengligi kelib chiqardi. Aynan shuni mana bunday ko'rinishda ifodalab qo'yishimiz mumkin bo'lardi. Va demak B qismida esa demak 3 sekund o'tgandan keyin toshning tezligi va balandligini hisobga oling deyapti. Aynan bu yerda 3 sekund o'tgandan keyin demak 3 sekund qo'ysak, uni tezligi 40 fut sekund tezlikka erishadi va balandligi esa demak h da. Demak mana bundan topib olganimizda mana bu h balandligi formulasi funksiyasi sifatida qaraydigan bo'lsak, aynan 3 ni qo'yishimiz bilan u 25 fut balandlikda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va integral jadvaliga qaraydigan bo'lsak, demak mana bunday jadvallar keltirilgan. Bu jadvallardan foydalanib keyingi misollarni ko'rib o'tib ketishimiz mumkin bo'ladi va mustaqil yechish misollar va e'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'lingizlar.